Joriy yilning 5-may kuni Uchko'prik tumanida Qoradori 2026 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlarning birinchi bosqichi doirasida ichki ishlar organlari tomonidan hamkorlikda navbatdagi tezkor tadbirlar amalga oshirildi. Tadbir davomida tuman hududidagi xonadonlarning birida o'tkazilgan tekshiruv jarayonida giyohvandlik vositalarini yetishtirishda qo'llaniladigan taqiqlangan o'simliklar agrotexnik ishlov berilgan holda parvarishlab kelinayotganligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, Turoq mahallasidagi mana bu 1972-yilda tug'ilgan shaxsning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda tomorqasida 88 tup ko'knori va 3 tup nasha giyohvandlik o'simligiga o'xshash o'simliklarni parvarishlab kelayotganligi aniqlandi. Shuningdek, giyohvand moddalarni iste'mol qilishda foydalanishi mumkin bo'lgan buyum ham daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirildi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Giyohvandlik vositalarini yetishtirish va tarqatish nafaqat qonunbuzarlik, balki jamiyat salomatligi va yoshlar kelajagiga jiddiy xavf soluvchi omil hisoblanadi. Shu bois bu kabi tezkor profilaktik tadbirlar aholi orasida huquqiy ongni yuksaltirish, jinoyatchilikni oldini olish hamda sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.